Bu Kleopatra, bu Mata Hari, bu Yekaterina II. Bu tarixiy shaxslar jinsiy aloqaga to'ymaslik kabi ta'rif bilan tarixda qolgan. Bular bo'lganmi? Haqiqatdan ham shundaymi? Gap bular haqida emas, bulardagi umumiy atama, nimfomaniya atamasi haqida. Biz buni tibbiyotda giperseksual faollikni oshishi kabi belgilar bilan ataymiz va ayollarda jinsiy hayotda yashab turib ham jinsiy qoniqmaslik, jinsiy faoliyatini nazorat qila olmasligi yotadi. Sabablari sevilmaslik, tashlab ketilishdan qo'rqish yoki emotsional yetishmovchiliklar sabab bo'ladi. Buni salomatlikka hech qanday zarari bo'lmasa ham jamiyatda yoki yashashda yoki shaxsiy munosabatlarga putur yetkazishi mumkin. Belgilari quyidagicha bo'ladi. Jinsiy aloqani ko'p o'ylash, jinsiy aloqa uchun fursat doim qidirish, masturbatsiya yoki jinsiy aloqa davrida azoblanish, qiynoqni xohlash kabi asoratlar bilan